Hozir sizlar bilan Bootplace platformasini PayMe to'lov tizimiga ulashni o'rganib olamiz. Buning uchun siz avvalambor yuridik shaxs bo'lishingiz kerak va PayMe bilan shartnoma qilib, o'z PayMe Business Merchantni ochishingiz kerak bo'ladi. Kassa bo'limimizga bosamiz va birinchi bo'limni tanlaymiz. Kassani nomlaymiz. Sizlar test bo'lgani uchun test deb yozaman va davom etamiz. Biznes turingizni kiritasiz yoki yo'nalishni kiritasiz. Biznes turingizni yo'nalishini tanlaysiz. Bu yerda deylik ta'lim bo'lsa, ta'lim yo'nalishingizni tanlab olasiz. Ta'lim turini tanlagandan so'ng davom etish tugmasini bosamiz va bizga endpoint URL kerak bo'ladi. Buning uchun biz Bootplace platformasiga kiramiz va yaratayotgan botimiz ichiga kiramiz. Har bitta bot ichida alohida to'lov tizimi mavjud bo'ladi. Buning uchun biz kerakli botni tanlaymiz. Nastroyki bo'limiga kiramiz, integratsiya bo'limiga kiramiz va bizda tayyor integratsiyalar mavjud. Biz o'zimizga keraklisini, ya'ni PayMe'ni tanlab olamiz. Va PayMe'ni ustiga bosgandan so'ng bizga endpoint URLni beryapti. Kopiya qilib olamiz va bu yerga joylaymiz. Qo'ydik. Endi bo'lsa rekvizitni kiritamiz. Bizda rekvizit ID deb kiritib qo'yamiz, ya'ni to'lovlarni faqat ID orqali tekshiramiz. Yaratgandan so'ng davom etish tugmasini bosamiz. Kabinet ochildi. Endi kabinet hozir bizda neaktivni aktiv qilish uchun esa PayMe xodimlariga murojaat qilasiz va ular sizga bu kassani aktivlashtirib beradi. Kassa ichiga kiramiz. Kassa ichiga kirgandan so'ng nastroyki qismiga o'tamiz. Mana bu yerdagi ID ni yuklab olamiz va bu yerga qo'yamiz. Endi bo'lsa bizga instrument razработчика bo'limiga kirib, ключni olamiz. Joylashtirdik. Va saqlash tugmasini bosamiz. Bizda ochildi. Mana juda ham oson. Ulandi. Endi konstruktor qismiga o'tib, o'zimizga kerakli bo'lgan liniyada to'lov tizimini qo'yishimiz mumkin. Bu to'lov tizimini ochishni esa добавить blokni bosamiz. To'lov qismiga o'tamiz va pastda PayMe bo'limi bor. Bu blok olingandan so'ng ichiga kirsak, produktning nomini yozib qo'yishimiz mumkin, narxini yozib qo'yishimiz mumkin va to'lov qilgan narxini belgilab qo'yishimiz mumkin o'zimiz uchun. Masalan, bir dona uchun to'lov qilyapman, ikki dona uchun to'lov qilyapman va tovarning nomini kiritishimiz mumkin. Blokda ko'rinib turadi. Biz bilamiz, bu blokdagi to'lov tizimi krossovka uchun qabul qilinyapti. Buni xohlasak, Bootsy deb yozib qo'ysak, Bootsy uchun va tovar nomini Bootsy deb tanlaymiz. Narxini esa qo'yamiz. Mana bizda tayyor to'lov tizimi bo'ldi. Qachonki mijozimiz bu xabarni olib to'lov qilish tugmasini bosgandan keyin to'lov qismi chiqadi va to'lovni amalga oshirgandan so'ng u to'lovingiz qabul qilingan xabarni oladi. Bootplace'ga to'lov tizimini ulash juda ham oson. Attiga 5 daqiqa vaqtingiz ketadi. Bu videoni tanishlaringizga yuborib qo'ying, ular ham foydalanishsin va podpiska qilishni unutmang.